Ijtimoiy tarmoqda hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish to'g'risidagi qonunning muhokamasi juda ham ko'p tortishuvlar va fikrlarga boy bo'lganligini ko'rib, to'g'risi ushbu qonun bilan tanishib chiqdim va tanishib chiqish jarayonida deputatlarning ushbu qonunni qabul qilish jarayonini ham kuzatdim. Lekin mana eshak dalada yurib o'lib qoladi. Kim unga mas'ul bo'ladi? Kim uni borib sirg'asini olib keladi? Yoki bo'lmasa, mana cho'lda bir ta'ziya bo'lib qolsa, bitta uyda kamida o'sha kuni 10 ta qo'y so'yiladi. To'xta, buni sirg'asini olda bor veterinarga borib kel deb azador uy aytmaydi-ku, masalan, to'y bo'ladigan bo'lganda. Bu masalada meni qiziqtirgan savollarim ko'p. Yo'qolib qolsa-chi? Mana 20 ta qo'yni o'g'irlab ketadi. Nima qiladi o'shanda qo'yni egasi? Muhokama jarayonida bu savollar ham ochiq qoldi. Ushbu qonunchilik qabul qilinayotganda deputat opamiz juda ham haqli e'tiroz bildirgan. Demak, bu qonundagi ushbu kamchiliklar o'rganib chiqilish o'rniga prosta qabul qilib yuborilgan. Ya'ni qonunchilik maqsadi nimadan iborat, bu qonunchilikda ko'zlangan so'nggi natija nimadan iborat. Men o'qib chiqqanimdan shuni tushundimki, O'zbekiston Respublikasida masalan 38-39 million aholi yashasak, 39 million aholi ichida nechta ularning mollari bor, nechta qo'ylari bor, nechta boshqa uy hayvonlari borligini hisobini yuritish. Bundan ko'zlangan maqsad, endi bu meni shaxsiy advokatlik fikrim, mollaringizni, qo'ylaringizni hisobini yuritib, keyin soliq idoralariga sizni mulk solig'iga tortilishingizga asos yaratish deb tushundim men, to'g'risini aytsam. Chunki nega bo'lmasa, o'zidan o'zi sizni molingiz, sizni qo'yingiz hisobi yuritilishi kerak bo'lib qoldi. Xuddi yagona darchadan 1 yillik taksi faoliyatini yuritish uchun bir martalik to'lov bilan 1 yillik taksi litsenziyasi berilganga o'xshab, hozir odamlarni birinchi hisobini olib, mol-mulki qanchaligini bilib, keyin soliqqa tortmaslik masalasini o'ylab ko'rish kerak deganga o'xshash fikr tug'ildi menda. Chunki ushbu qonunchilik mantiqan faqat ro'yxatga olish hisobini yuritishni ko'zda tutyapti. Boshqa hech narsani nazarda tutmagan. Aslida bu qonun oldin bormidi? Ha, bor edi. Faqat bu qonun darajasida emas edi. Vazirlar Mahkamasining qarori va o'sha qaror asosida chiqarilgan nizom va veterinariya to'g'risidagi qonunchilik bilan yo'l tartibga solingan. Endi yangi qonun hech qanaqangi o'zgarish, hech qanaqangi aholiga biror bir imtiyoz yaratgani yo'q. Faqat xarajatni oshirishdan boshqa narsani bermaydi deb o'ylayman. Yana ham agar boshqacha fikrda bo'lsangiz, izohlarda qoldiring.